Qırğızistan bilen Özbekistan'ı birikkenine şuna kuvanışta turabız. Bu iki el ata babamız katlaşıp kelgen bizning arabız hiç kaçan özgörmeydi. Biz tuğan uruktu elbiz. Biz her daim birge bolganbız. Aldan keyin birge жүрген elbiz. Şu prezidentlerge çok rahmat aytıp ketken paygambarların işini kıldı prezidentler. Ömürleri uzun bolsun. Mana bizga ochilganiga Xudoga shukr. Mana shu Qirg'iziston bilan bitta bo'lib chegaralarda ochishdi. Chegarachilarga rahmat. Mana hukumatimizga rahmat. Prezidenti ve Sadır Japarov menen Özbekistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in joluguşusu Kırgız Özbek eli üçün öte jemişli boldu. İki taraptуу mamilelerden jana жаңы barağın açıldı desem жаңылбайм. Bir tuğan, jakın koşuna bolgon Kırgız Özbek elinin dostluğu tübülük bolsun. Ar taraптуу karım katnaştı bekemdүү bağıttалған saparımız baysaldı bolsun. Dağı bir ilet bugünkü kuvanıştуу sağmalık barыбызга kut bolsun. Barыңara көңүл бурганыңарга çoğun rahmat. Rahmat, keyingi kutluqçu söz Fergana Oblastı'nın gubernatörü Baldarı Hayrullah Hayt. Assalomu alaykum, hurmatli Umurbek Isoqovich, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, aziz qirg'izistonlik qardoshlar, hurmatli tug'onlar, bugun haqiqatdan ham juda bir katta shodiyona, bugun juda bir xalqimiz uzoq vaqtdan beri qariyb 10 yil oldin to'xtatilgan Rishton nazorat o'tkazish punktining faoliyatini demak yanada yo'lga qo'yilishi mana shu o'zaro demak ham tomonlama ham iqtisodiy nuqtai nazardan ham ijtimoiy nuqtai nazardan ham madaniy nuqtai nazardan ham qon qardoshlik nuqtai nazardan ham o'zaro aloqalarimizni yanada mustahkamlash uchun juda ham katta asos bo'lib o'tadi. Rahmat. Bizda bitta problema bo'lib o'tadi. Mana bu yerdagi bu yerda peshoxodni perexod yo'l bo'lganida biz shu yerdan bemalol o'tib borib kelatdik. Qandaydir sabablar bilan bilmaymiz yo'l to'silib qoldi. Biz shunta borib Qadamjoy O'zbekiston bilan 250-300 kilometrda bosib kelatdik. Hozir Allohga beadad shukr, posholarimizga rahmat. Mana shu yo'lni bugun ochib berishyotgan hamma mana shu Qirg'iz eli, O'zbek eli nomidan katta tashakkur aytaman. Sen Qorasi Asqar Abjaborman. Mana shu O'zbekistonda yashaymiz. Biz shu ozgina Qirg'iz bo'lsak ham, lekin nihoyatda yaxshi yashaymiz, yaxshi. Mana shunday nimalar tashkil qilgani uchun ikkala prezidentga ham, Mirziyoyevga ham, Sadir Japarovga ham katta rahmat. Mana juda xalqimizni ko'nglidagi ishni topib qilishyapti. Ilohim bunaqa ahilchilik, intiboschilik uzoq yillar davom etsin. Rahmat. Yaşap kelgenimiz жашайбыз дагы. Ошон үчүн бүгүн бул пограничный чегара постторунун алынышы бул биз ачык айкын эки областтын тургундары мурункудай биздин ата-бабалар кандай катнаш болсо ошондой катмар болуп туруп жашашыбыз керек. Бири бири менен кызматташкыла биздин бабалардан калган бүт мурунку традициялардын баарын колдонгула деп. Madani yolu, siyasi yolu bardıq jagынан.
Biz ошондой маселелердин баарына мурунтан да жолугуп сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө мына официальный жол менен келдик. Кайрылык Кайтбаев экөөбүз. Көп нерсе сүйлөштүк. Алдыда чоң максаттарыбыз бар. Ошонун баарын биз жакшы аткарабыз.